Nukus shahriga yangi 12 dona elektroavtobuslar olib kelmoqda. 19 yoshli sportchi O'zbekiston Respublikasiga xizmat ko'rsatgan sportchi faxriy unvoni berildi. O'tgan haftada Saida Mirziyoyeva Nukusdagi bir necha obyektlarga bordi. Assalomu alaykum. Respublikamizda sodir bo'layotgan yangiliklarni yoritib boruvchi bu Xushxabar kanali va bizda hafta dayjesti. Nukus shahriga yangi elektroavtobuslar olib kelmoqda. 29 noyabr kuni 12 ta elektroavtobus Nukus shahriga olib kelish maqsadida Xitoy davlatidan yo'lga chiqdi. Yangi elektroavtobuslar bilan birga zaryadlash uskunalari ham olib kelmoqda. Prezident topshirig'iga asosan Nukus shahriga jami 200 avtobus olib kelinishi belgilangan bo'lib, Subsantrans Nukus mas'uliyati cheklangan jamiyati tomonidan qariyb 11 milliard so'mlik mablag' hisobidan bundan oldin 12 dona zamonaviy avtobuslar Xitoy davlatidan olib kelingan edi. Har yili prezident tashabbusi bilan Prezident Olimpiadasi sport musobaqalari o'tkaziladi. 26 noyabr kuni Olimpiada shaharchasida Prezident Olimpiadasida sport musobaqasi bo'lib o'tdi. Unda Prezident Shavkat Mirziyoyev bir necha sportchilarimizni taqdirladi. Ular orasida Javohir Sindurov ham bor. 19 yoshli sportchiga Prezident farmoni bilan O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan sportchi faxriy unvoni va Prezident sovg'asi 3 xonali kvartira berildi. Bunday mukofotlarni olish uchun qanday karomat ko'rsatgan ekan deb o'ylayotgan bo'lsangiz, u O'zbekiston tarixida birinchi marta shaxmat bo'yicha Jahon kubogini qo'lga kiritdi. O'tgan haftada Saida Mirziyoyeva Nukusga keldi. Prezident administratsiyasi rahbari qaysi obyektlarga bordi? Dastlab Nukusda sport gimnastikasi bo'yicha respublika maktabiga bordi. Yangi maktab yoshlarning professional sport bilan shug'ullanish imkoniyatlarini kengaytiradi. Iqtidorli gimnastikachilarni aniqlash va qo'llab-quvvatlashga ko'maklashadi hamda mamlakatimizda kuchli sport zaxirasini shakllantiradi, deydi o'z kanalida. Keyingi obyektlar Qoraqalpoq Basalt Wool zavodi Barkamol Avlodda bo'ldi va Nukusda xalqaro standartlar asosida qurilgan yangi Qoraqalpoq Palace Hotel mehmonxonasi bilan tanishdi. Bo'zatov va Mo'ynoq tumanlariga prokurori tayinlandi. Janibek Ashirbayev Bo'zatov tumani prokurori lavozimiga tayinlandi. U shu kunga qadar O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi boshqarma prokurori lavozimida faoliyat yuritgan. Mo'ynoqqa ixtisoslashtirilgan prokurori tayinlandi. Nurali Saparov Mo'ynoq ixtisoslashtirilgan prokurori lavozimiga tayinlandi. U shu kunga qadar Bo'zatov tumani prokurori lavozimida ishlagan. Nukusda nogironligi bo'lgan bolalar uchun bog'cha ochildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti nogironligi bo'lgan bolalarga ijtimoiy xizmat va yordam ko'rsatish tizimini yanada takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori bilan Nukus shahridagi Qutlug' mahalla fuqarolari yig'inida joylashgan Arzu maktabgacha ta'lim tashkilotida Prezident huzuridagi Ijtimoiy himoya milliy agentligi Qoraqalpog'iston Respublikasi boshqarmasi tomonidan kunduzgi parvarish xizmati yo'lga qo'yildi. Yangi tashkil etilgan ushbu guruhga boshqarma qoshida tashkil etilgan psixologik, tibbiy, pedagogik komissiya tekshiruvidan o'tkazilgan nogironligi bo'lgan 7 nafar bola qamrab olindi. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan xushxabar va yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Kelasi hafta siz uchun ham, biz uchun ham xushxabarlarga to'la bo'lsin.